2 xona 35500. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan uch bolalar. Bu boshlang'ich to'lov albatta. Akalar bizni Sergeli Sputnik 16 Adamiz Orientir metro 5-bekatdan ozgina o'tganda. Xullas 16 qavatli binoni 4-qavati, 2 xona 64 kvadrat metr, 2 xil tartibda sotiladi uyimiz. Xoling naqdga oling 56500 dollarga. Xoling kredit davom ettirish tartibi bilan boshlang'ich 35500 dollar, bank statkasi 21000 dollar uyga ko'ramiz. Kirib olgan bo'lsa, bu koridorimiz. Akalar bu razdelniy sanuzel. Holati yaxshi. Tak kuxnya ko'rishimiz mumkin. Kuxnyada kuxniy ugolok, kuxniy mebel va gilamlari o'zini joyida qolyapti. Pastroq gapiraman, sizlar ham pastroq eshitinglar, chaqaloq qilyapti. Bu yerda mana kattalar yotoqxonasi. Pardalarni qoldirsa bo'ladi вообще-то. Va bu mana mehmonxona. Bu yerda ham pardalari o'zini joyida qoladi. Akalar uyimiz yaxshi, holati yaxshi. Narxiga juda ham zo'r. Orientir etdik, narxini manzilli etdik, bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan uychi bolalar. Kimda qanaqa sotiladigan uy, yer, uy joylar bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa xalqqa beramiz. Hammaga rahmat, sizlar bilan uychi bolalar.